Assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda topik 1 testlarini, ya'ni ilk savollarni bajarishni o'rganib chiqamiz. Bugungi video orqali siz 31 dan 33 gacha bo'lgan testlarni bajarish metodini o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Demak, 31 dan 33 gacha bo'lgan savollarda Mose texaniya gimnika, bu vakatcha almajin bo'lsa ko'rish piyo deyapti. Endi nima haqida gap ketyapti? Namunadagidek to'g'risini toping degan va har doim test ishlashni variantdan boshlaganingiz yaxshiroq, chunki testni aniqroq va tezroq ishlay olasiz. Shu sababli, demak, birinchi variantda qajoq, oila, 2 erim, ism, 3 nara, davlat, 4 nai, ya'ni yosh deb aytyapti. Xo'p, endi savolni o'qiymiz. 저는 중국에서 왔습니다. 중국 사람입니다. Men Xitoydan keldim, Xitoylikman deyapti. Demak, bu yerda Xitoy degan so'zlar ishlatilyapti va 2 marta takrorlanib kelgan. Va shartimiz bo'yicha nima haqida gap ketyapti deganda, Xitoydan keldim, Xitoylikman dedimi? Demak, gap davlat haqida ketyapti. Demak, oila haqida gap yo'q, ismini aytmadi va yoshini ham aytib o'tgani yo'q. Xo'p, 31-savolga qaraymiz. Demak, 31-savolda ham xuddi boyagi kabi variantlardan ketishimiz kerak bo'ladi. Birinchi variantda aytyaptiki, 나이 yosh, 2 시간 vaqt, jumal dam olish kuni, 계절 fasl. Xo'p, 지금 밤입니다. 11시입니다. hozir tun va soat 11. Demak, tun va soat 11 degani bu to'g'ri shigan degan variantga to'g'ri keladi. Javobimiz 2 bo'lib kelar ekan. Qolgan ikkita savolni esa o'zingiz mustaqil bajarib ko'rib, kommentlarda javobingizni qoldirishga harakat qiling.